Xorijda vafot etayotgan o'zbekistonliklar soni ochiqlandi. Gap shundaki, Adliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yil davomida FHDYO bo'limlari va konsullik muassasalari tomonidan xorijda vafot etgan o'zbekistonliklar bilan bog'liq 1298 ta holat qayd etilgan. Statistikaga qaraganda, eng ko'p o'lim holatlari Rossiya hududida kuzatilgan. Xorijda ishlayotgan o'zbekistonlik migrantlarning asosiy qismi 20-64 yosh oralig'idagi mehnatga layoqatli yoshlar hisoblanadi. Migrantlarning katta qismi 20-40 yosh oralig'ida bo'lgani uchun vafot etish holatlarining ham katta qismi shu yosh guruhiga to'g'ri keladi. Mutasaddilar va migratsiya agentliklari ma'lumotlariga ko'ra, xorijda vafot etish holatlarining asosiy sabablari yurak xuruji va sog'liq muammolari, og'ir mehnat, stress va sovuq iqlim sabab yurak xuruji tez-tez uchraydi. Masalan, Rossiyada ishlayotgan 48 yoshli o'zbekistonlik yurak xurujidan vafot etgani qayd etiladi. Xorijda vafot etgan fuqarolar bilan bog'liq hujjatlar rasmiylashtirilishi hamda ularni vatanga olib kelish masalalarida konsullik muassasalari orqali zarur yordam ko'rsatiladi. Sizningcha, yurtdoshlarimiz nega shuncha xavfga qaramay baribir xorijga ishlash uchun ketmoqda? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Surxondaryoliklar kanalini bizda kuzating va kanalimizga obuna bo'ling.